Oppa, yana rasxod. Iloyim rasxod bo'lmasin, iloyim rasxod bo'lmasin. Adasi, menga depilyatsiyaga pul bering. Bunaqa narsa ham bormidi hali? Xo'p, necha pul ekan u janavar? Bu sabr 50 ming bo'lar, ha? 300 ming. Nima? 300 ming? Sani kallang joyidami? 300 ming? Qaqqa pulni sug'urish bilmaydi bu. Balki 350 mingdir. Og'zini bir chekkasidan qo'rqmasdan balki 350 mingdir deydi-ya. Hozir men seni boplayman, qarab tur. Mani bitmas tuganmas rasxodim qara. Sen uchun maxsus. O'zi 8-martga birato'la buket qilib olib bormoqchi edim, uspet qilmagandim. Mana bugun o'zing so'rab o'tiribsan. 350 ming qatta-yu 6360 so'm qatta. Yetmaganiga 6360 so'mga 3 tasini berishar ekan. 350 ming qatta-yu 6360 so'm qatta. Sen uchun maxsus. Mana sen uchun maxsus bitta emas. Mana Sunlight Groupda chiqqan Venzi Ladylardan o'zi ham mana ichida 3 ta bo'ladi. Mana shu 3 tasini narxi 6360 so'mdan uzun market orqali zakaz qildim. Bitta emas, mana qara. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta. O'zi ham 1 yilga yetadigan qilib oldim. 6360 so'mga 3 tasi. Bu senga figitniroq emasmi? 350 ming deysan-a. Bu tugagandan keyin uzun market orqali butun O'zbekiston bo'ylab bemalol zakaz qilsang bo'ladi.